Boshimiz va oyog'imizni issiq saqlashda muhim va foydali tomonlarini sizga sanab o'taman. Birinchisi, boshimizdan va oyog'imizdan sovuq o'tsa, burundagi chig'anoqlar shishib ketadi. Bu esa nafas olishni qiyinlashtiradi. O'zimizni issiq saqlash burundagi shilliq qavatlar holatini normal holatda ushlab beradi. Ikkinchisi, tomoq og'rig'idan himoya qiladi. Boshimiz va oyog'imizdan sovuq o'tishi bizda immunitet sistemasini zaiflashtiradi. Bu esa bizda laringit, tanzilit, faringit kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi, quloq og'rig'ini oldini oladi. Boshimizni sovuqdan saqlamaslik ottit, ya'ni o'rta quloq yallig'lanish kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Issiqlik esa ichki quloq muhitini barqarorligini ta'minlaydi. To'rtinchisi, gaymarit va rinit xavfini kamaytiradi. Burun va burun yondosh bo'shliqlarida yallig'lanishlar ko'pincha bizni sovuqda ko'chada yurishimiz, oyog'imizdan zax o'tishi va boshimizni yuvib ko'chaga chiqish natijasida paydo bo'ladi. Beshinchisi esa immunitetni mustahkamlaydi va shamollashlarni oldini oladi. Lor a'zolari ko'pincha sovuq havo ta'sirida zaiflashadi. Issiq kiyim esa immunitetimizni mustahkamlaydi va shamollashimizni oldini oladi. Oltinchisi, ovoz bo'g'ilishidan oldini oladi. Laringit, ya'ni ovoz boylamlarining yallig'lanishi sovuq havo ta'sirida kelib chiqishi mumkin. Biz esa issiq kiyinib yurishimiz ovozimiz bo'g'ilib qolishi, hattoki yo'qolib qolishini oldini olishi mumkin. Oyog'ingiz va boshingizni issiq saqlang.